Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksar, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, shuningdek Toshkent, Kazan, Nizhniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshiradi. Soat 18:00 da Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni qulay o'rindiqlar, 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketsangiz bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling. Tanlovda adashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.